Aka, bu gullarimiz nima uchun ishlatiladi? Bu gullarimiz asosan alyumin panjara uchun ishlatiladi. Bu panjara gullarda alyuminlarda 20 xil ortiq turlari bor. Undan tashqari bizda temirdan, profildan mahsulotlarimiz bor. Ulardan ham har xil gullarimiz bor. Undan tashqari nerjavikadan panjara gullarimiz ham bor. Tushunarli. Demak, gullarda har xillardan bor. Xohlovchilar alyuminligini, xohlovchilar uchun metalligini tayyorlab yetkazib beradi. Yetkazib beramiz. Nimalar uchun? Misol uchun, hozir panjaralar uchun bor dedik. Darvoza, naveslar uchun, undan tashqari, xo'sh, kachilik, so'rlar uchun ham bormi? Bor, hammasi uchun bor. Har xil turdagi gullar tayyorlab yetkazib beriladi. Har xil turdagi gullarni yetkazib Undan tashqari stoykalarimiz ham bor ekan. To'g'rimi aka? Stoykalarimiz bor. Razmerlari har xil. 8 ga 8, 6 ga 6, 4 ga 4, 10 ga 10 har xil razmerda, har xil risyunkada bor gullarimiz. Gullarda optim o'zlaring ishlab chiqarasizlar. Gullarni optim o'zimiz ishlab chiqaramiz. Hozir biz do'konda turibmiz. Keyingi videolarda Xudo xohlasa sexda ishlab chiqarish jarayonlarini ham videoga qo'yamiz. Dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Kelishilgan holatda butun O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Pastga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar, Derizli O'tin bozori. Bo'ldi.